Har xil kitob o'qiganman va eng sevimli kitoblarimdan biri Alximik bo'lgan. Bu kitobni hech qaysi kitobga almashmayman deb o'ylardim, lekin bir blogercha rekomendatsiyasi bilan bir kitob uchratdim. Это просто что-то. U blogercha bu kitobni rekomendatsiya berayotgan paytda nima deydi? Sizlar bu kitobni tanlamaysizlar, kitob sizlarni tanlaydi. Men hozir tushunyapman nima bunaqa deb aytganini, chunki u yerda shunaqa filosofiskiy, shunaqa inson anglash kerak bo'lgan, shunaqa ko'p narsalar borki, inson bu narsaga tayyor bo'lishi kerak bu kitobni o'qish uchun. Kitobni o'qib, o'zimga kerakli juda ko'p narsani anglab yetdim. Masalan, men karmaga ishonaman. U yerda mikrosoznaniya va makrosoznaniya tushunchalar haqida juda ko'p gapirilgan va inson оказывается mikrodan makrosoznaniyaga o'tadigan bo'lsa, karma u uchun ishlamaydi. Karma yo'qoladi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Ular o'sha o'z gunohi uchun mas'uliyat shaxsga aylanmaydi. Hozir psixologiyani tushunib o'tirgan insonlar bo'lsa, "Firza nima deb aytyapsiz? Qanaqa qilib odam mas'ul bo'la olmasligi mumkin o'zini qilgan ishi uchun, qilgan gunohlari uchun" deb aytishingiz mumkin. Da, karma butunlay yo'qoladi. Bu kitobni o'qiganingizda o'zingiz yaxshi tushunib olasiz. Va eng qiziqarlisi, chuqur berilganingizda diniy masalalarda ham juda ko'p ma'lumotlar borligini his qilasiz. Menga judayam qiziq edi. Nima uchun islomda avliyolar o'zini karomatini yashirishadi? Da, aytishingiz mumkin, g'ayb sirlarini oshkor qilish mumkin emas. Lekin g'ayb sirlari ba'zi bir kitoblarda sirli qilib berilgan-ku, yoki ba'zi birlar o'zini karomatini oshkor qiladi-ku. Nima uchun islomda avliyolar Alloh bilan kontrakt tuzishadi? Qachonki kimdir ularning karomatidan voqif bo'lsa, xabardor bo'lsa, o'sha paytning o'zidayoq Xudoga duo qilib, "Mani karomatim oshkor bo'ldi, endi jonimni olishing mumkin" deb turgan holatda vafot etishadi. Nima uchun deb hayron qolardim. Shulargacha javob topdim hattoki bu. Xullas, o'zim uchun juda ham ko'p kerakli va foydali narsalarni o'zlashtirdim. Kitobni qoldirdim. Agar kimgadir audio versiyasi qiziq bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimda YouTubedan bu kitobni audio versiyasini ссылкасini qoldiraman. Ссылка Telegram aktualnida. Shapkasida, profil shapkasida.